Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Dongfeng Yipay 008 2026 restyling avtomobilimizga master akkauntni ko'rib chiqamiz. Bunda bir necha funksiyalari bor. Qulayliklari telefondan turgan holatda boshqarishlar bo'ladi. Programmasi oldiga orqaga, ya'ni bunday holatda parkovkada ikkita tomonlarda yonlarda tor holatda tashlab ketgan bo'lsa, mashinani oldiga orqaga qilib, haydovchi o'tirmagan holatda ham chiqarib olsa bo'ladi parkovkadan. Bu oldiga yurishi va bu orqaga yurishi. Telefonda o'zidan boshqarishlar bo'ladi. Yana bitta qulay funksiyasi bagaj ochish funksiyasi bo'ladi. Telefondan turgan holatda bagajni ham ochish mumkin. Yana ajoyib funksiyalardan biri. Hop, 3-funksiyasi bu oldi tashqi tarafida kolonka bo'ladi. Kolonkadan muzika qo'yishingiz mumkin. Keyingi funksiyasi eshiklarni qulflash va ochish. Mashina qulflandi. Ikkinchisi ochish bo'ladi. Mana ochildi. Buni ham hammasi telefondan boshqariladi. Undan tashqari, o'sha yoninglarda kaltilar bo'lmasa, uyda qolib ketgan bo'lsa ham telefonda o'zidan eshiklarni ochib, qulflab, mashinani zavat qilib yurib ketsanglar ham bo'ladi. Bu ham ancha foydali funksiya hisoblanadi. Mana hozir kalt yo'q. Holatda o'tiriladi mashinaga. Zavat bo'ldi va ketdi. Bu uchun Xitoy sim karta kerak bo'ladi. Agar xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.